Shahar Mirobod tumanidan bir xonali uylarimiz 20 ming dollardan berib yuborilyapti. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Jigarlar, qop-qora asfalt bo'lgan, bitta chiroylikkina domla qurib qo'yilgan. Kelasiz, ko'rasiz. Yoqqandan keyin bitta zaklatib berib, baraka qilib ketursangiz bo'ladi. 3 etajdan qurilgan, yaxshi, zo'r joyda joylashadi jigarlar. Mahallasini chiroyli qilib qo'yilgan, mashinalar bemalol kirib chiqadi jigarlar. Umuman muammogarchiligi yo'q. Eng qiziq hartli kvartiraga televizori, konditsioneri, xolodilniklar, remontlari, cho'pli poli, pardalargacha qilib berilar ekan jigarlar. 13 16, 20, 22, 24 kvadratli uylarimizda qopdi hozirgi paytda. 13 kvadratli uyimizni 20 ming dollarga qanaqa bo'ladi uni holati deb qiz qolgan bo'lsangiz, hozir kirib birin-ketin ko'rsatib beramiz. Orientir keladigan bo'lsak, Fayzobod GAI tarafda bor jigarlar. Tekshirib olsangiz bo'ladi. 24 ga qo'riqlash xizmatlari bor. Aeroport mana samolyot uchib ketishlar yonimizda o'tiribdi jigarlar. Bemalol kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Ketdik ko'rib chiqamiz ichkari. Qani jigarlar, uyimizga xush kelibsizlar. Eshikdan shunday kirib kelganimizda oyoq kiyimlarni yechib, mana shu bir qo'sh tashakkur turasiz, kiyimlarni osib turib, kirganimizda bu yoq tarafiga sanuzorlar tushyapti. Kompaktni qilingan, hamma shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Oshxonamizdan bu yoq tarafida esa sanuzorlarni ko'rib turibsiz jigarlar. Tayyor holatda mebellarigacha qilib qo'yilgan, mebel texnikalar bilan kirasiz, kiyim-kechakni olib turib maza qilib yashaysiz. Divan, televizorlar, shkaflar qilib qo'yilgan. Bu divan ham transformer. Ya'ni ertalab divanni yoqib qo'yasizlar, kechasi buni ochsanglar, bu kravat bo'ladi jigarlar. Uyimiz hozir ikkinchi etajda joylashgan. 1500 dollardan 1 kvadratga sotilyapti. Orientir resivi bo'lyapti jigarlar. Mirobod tumanida joylashyapti. Kelasiz, pulni ishtirsanisiz, ustiga o'tib beradigan joylari bor. 1 kvadratdagi xudo xohlasa 1500 dan gaplashib tursangiz bo'ladi. Kelasiz, mazza qilib yashaysiz. Hammalarni kutib qolamiz.